Hammaga assalomu alaykum. Instagram va YouTube sahifamiz obunachilari 3 kundan beri qo'yayotgan videolarimizni kommentariyalarni ko'rdik va eng ko'p tushgan savollarga bugun javob berib o'tamiz. Ya'ni kalsolarning razmeri va narxlari haqida akamiz o'zi tushuntirib boradi. Aka? Xo'p, qaysidan? Mashinadan boshlaymiz. Shundan boshlayingchi. Hozir bu yerda kamchiligi bor, uni naryoqda ko'rsatamiz. Razmeri bo'yi 65 ga, eni 1 lik, ichi 80 lik. Kalsonimiz. Eng hadoviy kalsolar o'rtachasidan. Bunisi bo'yi 90 ga, eni 80 lik, ichi 60 lik kalso. Narxlarimiz qancha aka bular? Narxlari joyida sotilishi 150 ming so'mdan. Dastavkalar Ko'p miqdorda olganlarga janaqa arzonroq beramiz. Dastavkalar shu o'zimiz tuman bo'yicha, Qo'rg'ontepa tuman bo'yicha olib borib o'rnatib berish xizmatlari bor. Manzilimiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani. Ha, shunday. Dastavkamiz Qo'rg'ontepa bo'ylab. Ha, ishlab chiqarish jarayonimiz shu yerda bo'ladi. Demak, sizlar olib sotarmassizlar, to'g'rimi? O'zimiz ishlab chiqaramiz shu konsollar. Mana bo'y uzun konsollarimiz. Nari tomoni nariga 65 lik, eniga 1 lik konsollar. Ustakalarimiz mana har kuni 15-20 tadan qo'yishadi. Konsol quvurlarimiz uchun qopqoqlari bular mana har xil o'lchamda. Eng kichkina quvurlarimiz qopqoqlar. Mana ichiga qo'shiladimi sim deyishi, maxsus simlari mana simlar hammasi quyilayotganda qo'shilib vibratsiya bilan chiqadi. Mana kattaroqlari mana bu hojatxonalarga buni 1 liklardiki, buni ustidan yengil mashina o'tsa ham, xudo xolasa sinmaydi, lekin katta yuk mashinalarga maxsus armatura tashab to'qilib qilinadi. Bular yengil mashinalarni xudo xolasa ko'taradi. O'zimiz sinovdan o'tkazganmiz. Xo'p, aka, demak bu sexda kalsolardan tashqari latoylarimiz ham bor, to'g'rimi? Ha, latoylar ishlab chiqariladi. Mana shu qoliplarni xudo xolasa o'zimiz yasaganmiz. Uzunligi 5 metr bir-biriga kiyiladigan yarim aylanalik latoylar. Joyida sotilishiga ham kelishaveramiz, olib borib ustonovka qilish xizmati ham bor. Shu faqat o'zimizni tuman bo'yicha, o'zimiz rayon bo'yicha uzoqlarga dastavkamiz hozircha yo'q. Shunaqa qoliplar kerak bo'ladigan bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Bu yer latoy quriladigan joyimiz, o'lchamlari 6 xil o'lchamda quyiladi. 2,5 metr, 2 metrlik. Endi hozir kun sovug'ligi uchun uzoqroq chiqadi. Agar yoz issiq kunlar bo'lsa, har kuni qolip almashadi. Shu qoliplar razmerlari bo'yicha savollar bo'lsa, agar kimdir qiziqib shu biznesni qilaman desa ham aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlar qoldirib qo'yamiz. Katta kalsonimiz razmeri 1.20 ga, bo'yi 65 lik, ichi 1 lik deyiladi. Shuni 90 ligi ham bo'ladi. Hozir bizda tugab qoldi. Shundan ham bor. Hozir bu 65 lik. Shu hali ustonovka qilgani yengilroq bo'lish uchun bo'yini kichikroq qilib qo'yiladi. Buni narxi ham joyida sotilishi shu 150 ming so'mdan qilib beraveramiz. Ko'p olganlarga kelishamiz. Olib borib o'rnatib berish ustonovka xizmatlari ham bor. Xo'p, akalar, demak, narxlar bilan tanishib chiqdik. Bu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa yoki bizga zakaz bermoqchi bo'lsanglar yokida seximizga kelib olib ketmoqchi bo'lsanglar, YouTube va Instagram profil shapkasidagi nomerlarga aloqaga chiqishinglar mumkin. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishishimiz mumkin. O'sha nomerlarda YouTube'ga va Instagram sahifalarimizga reklama berish xizmatlarimiz mavjud. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat katta.